qarmoqqa ig'ir tukirgan bu bolaning amaliyotda yanchug'ida bir mo'chammi yo'q edi. Haliga Jekning kashtik so'ringa bo'lgan andishlarini biraylan tamoman hal qildi. U bo'lsa-mu tuyuqsiz qattiq biyib ketgan bir toshchining xotini edi. Yarishib ketdi mana, odam sat emas, kiyim sat. To'g'ri, odam sat emas, kiyim sat. Jek birdamdila bu esil zotlardan farqsiz holatga kelib bo'lgan edi. Qor bo'lsa, xotin olsang onasi qara degan gapni xato tushunib olib, Ros bilan qor yo'q, opsi bilan do'st bo'lib taxsisini ko'tarib atadi. Ros bo'lsa, Jekning qo'lidan yetlab uni boylarning so'rniga ilib keldi. Bu bir so'ylatvozlikqa to'lgan bir jamiyat bo'lib, hamma odam qarmoqqa intoyin adablik ham esil zotdek turg'ini bilan amaliyotda manfaat va nayrangvozlik bilan to'lgan edi. Mana, kashlik tomoq vaqtimi bo'ldi. Tomoq ustida tomoqdan boshqa hamma narsa bor edi. Jekning qo'saqlari echib, oldikayni chaplashib qolgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Jek og'zi tegmay, o'zining hayot falsafalari va san'atga bo'lgan qarashlarini o'ttirg'a qo'yib, o'zining mol dunyoga qiziqmaydiganligini so'zlab o'tadi. Qiziqmaydi. To'y qilmading-da sen, balang yo'q. Albatta qiziqmaysa, xomkam bu. Fangday cho'daylan to'ldingizmi? Sevkam, ma'lubalarning oldida ozga qilib tamig'ingizni yeng. Quruq gapga qo'saq to'ymaydi. Bu chaqda kutkuchi Guangchangdak taxsining o'ttirga gulqandim bir qo'shiq usib berdi. Tamoqdan keyin so'rinning tetimg'anligini his qilgan Jek Rosga sishin qilib, xolisi kashda Diyorchang so'ringa opirdiganligini aytdi. Rosmi qilchi ishkilanmayla to'yning oldida bir o'yini volaychi deb, yigitini toshshab qo'yib, yeng tunishgan yigitlarga ishinib, billa berishga ma'qul keldi. Mana, bu so'rin intoyin qizib ketgan edi. Ros o'zining uzun yillik yechangda o'ynagan yangsisini bir ko'stib qo'ydi. Ya balla suyganishga chalayla. Qizzib ketdi Atloshka, ko'rab qoldi Satyorka deb, bu kechida bo'lgan ishlarni Qarapandimning hamma ishlari bilan qarabal bo'lgan sho'rkisi timitmay opirib Qarapandimga yetib berdi. Oqshom nega odingiz? Mijazim yo'q, shu baldur uxlab qolgandim. Men sizni bir kech saqladim. Men sizni saqlang dedimmi? Biroq Qarapandam bizning banxonlarimizdagi ig'ir bis qamasi. Panjinglarning shiroq chiqdi-ya. Ko'zanga bir xil vudalangdek ko'rinyapti. Hurmatingni qilganda ekan-be, hurmating bilan yasha. Qarapandam darg'azab bilan Rosni silkitib ketib qoladi. Shuning bilan Ros onasiga o'zining qor bilan to'y qilg'isi yo'q ekanligini aytdi. Bu sababli o'zining eslizodlik salohiyatining yo'qib ketishidan to'limi ansirgan onasi yig'lab turib qiziga tarbiya qiladi. Qor ketdi-du, mana pulli qoldi. Faqat bu misoyani uyi qoldi. Jekmu ketdi-du, nimasi qoldi. 30 yıllık değişsiz sana kaldı. Aşın say gitti, ben de koru kaldı. Günün rahetiga vaynime yetti. Yaxshi o'ylash balam. Onasi shundoq deb qizining belini chingini bog'lab qo'ydi. Rosmo uning gapiga ma'qul kelib, shuningdan keyin Jekni izdimasli bo'ldi.